Ustoz tahajjud vaqtida qazo namoz o'qisa, tahajjud namozi sovundan beriladi deydi. Bu balдар tahajjud namozida o'shunda qazo namoz o'qisa, qazoning sovuq beriladi. Bu qazo, bu farzlarda qaraganda berilgan narsa bo'ladi. Nafillarda bir nafilda bir necha savob niyat qilsa bo'laveradi. Tushunarmi? Tahajjudni niyat qilding, tahiyat masjid niyat qilding, tahiyat vuzu niyat qilding misali, ular nafilda yengillik berilgan. Biroq qazo qilganda qazoning gana sovun olasiz. Denege najosat tiyse, to'proq menen ish qalasa toza bo'ladi. Alemi istinjada kesek je to'proq menen tozalasa je tushdi bo'ladi degan so'rov ekan. Istinjada dile agarda mahrajdan chiqib qo'yib ketgan bo'lsa, qadar dirham bor-da, o'shadan o'tib ketgan bo'lsa, anda vojib bo'ladi yuvishlik. Agar juvatgan suv yo'q bo'lsa, anda tozalab to'proq menen tezak bilan tozalasa, jalayveradi.